Men o'sha gamer bo'laman. Bugungi videoda biz Minecraft lekin cho'chqa va zombidan epik narsalar tushadi. Maqsadimiz Ender Dragonni yo'q qilish. Qani unda videoga go. Sizlar bilan men o'sha kayman do'stlar. Qani unda cho'chqa o'ldiramiz. Cho'chqa va zombidan epik narsalar beradi. Men bu datapak cho'chqa bilan zombini juda ham kam qiladi deb o'ylagandim menimcha. Lekin cho'chqalar kamaygani yo'q. Zombini ko'payt ko'ramiz. Ender Dragon yutish oson bo'ladi deb o'ylab boshlayapman. Cho'chqalar epik narsalar beradi videosida. Ender Dragonni o'ldirolmagandim. Shunga bu videoda aniq uni savalayman. Ikkita cho'chqa. Bittasi yaxshi, ikkitasi undan ham yaxshi. Lekin bu yerda daraxtlar yo'q. Shuning uchun biroz qiyinroq bo'ladi. Do'stlar, bunday kontent uchun bitta like bosib qo'yinglar. Skinimga baho berib o'tgatinglar. Yana bitta skinim ham bor. Agar bu video 100 ta like yig'sa, men o'sha skinimni ham ko'rsataman. O'qni juda ham ko'p beradi, nimagadir endi o'q bermayapti. Juda ham g'alati. Cho'chqachalar qayerdasizlar? Mana ekan bittasi. Bitta sliz juda ham ko'p. To'xta, cho'chqa. Wow. Tapochik. Mana shu e'lon ko'raylikchi. Podchilimoni 5, Shelskoy Karsi 1, effektivность 5, 7 uron bilan. Ovozim biroz uxlatdi. Chunki prямо ham videoni olib ham gapirib o'ynayapman do'stlar. Shuning uchun biroz ovozim g'alatiroq. Lekin men hali epik narsalar ichida oltin olma va shunga o'xshash narsalar ko'rmayapman do'stlar. Bu biroz yomon. Bu Minecraft tarixida eng omadsiz odamman men. Bitta temir. Hali shu epik narsa bo'ladimi? Bitta temir. Men shuncha narsa tushganini ko'rib, o'zim Ender Dragonni yutish biroz osonroq bo'ladi deb o'ylagandim. Chuchvarani ham sanaganga o'xshayman. Lekin aftidan ko'p tushyapti. Nezardon borib daraxt olib kelsam bo'ladi. Kech payt yaxshi bo'ladi. Chunki men o'zim aylanib yuraman. Epik narsalarni o'zim topib keladi. Cho'chqachalar qayerdasizlar? Men sizlarni o'ldirmayman. Ichlarida epik narsalarni olaman xolos. Kechi mol. Nazorat qilishda ikkita zarbada o'lyapti. Cho'chqa ikkita. 3 ta tok. Normal narsalar bermayapti. Tutdim. Normal. Menimcha bularda infinity borda. Egasi ham bir xil. Biroz g'alati. Qani taram. Olovli o'q. Senchi? Tabakani bitta tayyor qilib beryapti. Endi ancha osonlashadi o'yinimiz. Yana 3 ta.
To'xta, bu yerda hozir. Bedrock? Mening versiyam. Mana. Bugungi videoda menimcha bunchalik ko'p cho'chqa o'ldirmaganman hech qachon. Zobis hammasini o'ldirib olib, keyin bir yo'l ko'raman. Nimalar tushganini. Oltin olma tushdimi yoki tushmadimi? Do'stlar, kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qo'ying. Elektro tushgan bo'lsin. Olma beribdi do'stlar. Olma beribdi yaxshi-ku men hayron bo'lgan tomonim Bedrock. Hozir bu qilayotgan ishimdan umrimning oxirigacha afsuslansam kerak. Hızlashyapti albatta. Opasiyam o'rab qo'ygan bo'lganimdami 100 yil qiynalib yurgan bo'lardim. Yo'q, juda ham omadlimikan. Yana olma ko'rdim. Juda ham yaxshi. Kamonimlik ko'payib ketdi. Adashib screenshotni bosib yuboribman. Kerak emas. Baraka topgunlar. Nima? Sen ham kerak emassan. Video yaxshi, normalni ketyapti. Menimcha ikkita o'q bemalol yetsa kerak. Tarjibishimni ko'rmabman. Voy, normalni. Bo'ladi, yashab ketamiz. Menda 28 ta olmos bor. Demak, bir sagam bemalol yetadi. Shuncha narsa beryapti, o'zi kerak emas. Zachar option kerak emas. Daraja ham kerak bo'lar, lekin hozir baribir tashlab yuboraman. Men shunisini ola qolaman. Shuncha musor chiqdi. Nima? To'xta. Seni bosmayman. To'xta. Yaramas, men tartibimni ishlatib yubordi. Ma. Tartibimni ishlatib yuboryapmiz. Dani Nizretivi Leopota. Ama ko'rib turganimda suyurlangan oltin olma ham berar ekan. Va hozir menimcha juda ham qiziq bo'ladi. Leopotaga unda buqbommi Leopotaga udachi qo'yib. Ne qilsa nima bo'ladi? Mana aytganimda epi narsalarni o'zim topib kelyapti. Ko'rib turganimda bu rostdan ham epi narsalar ketmon neziritda. Birinchi marta ko'rib turishim neziritdan sehrlangan ketmonni berganini.
Ha, bolta kaman o'ynasam. O'rgimchak kaman qo'l o'ynasam, ma. Ha, kaman o'ynachi. Ot bitta. Tuyolmading. Bo'tagansan. Ma. Juda darajalarni qaranglar. Bu datapak zombilarni в общем kamaytirib tashlabdi. Bu ana. Ma. Yo'q. Hujum creeper. Ha, sen misan zo'r, ha? Ma. Ma. Creeper bo'lmay o'lma. Yarimta. Tamlama mayli kerak bo'lib qoladi. Yo'q. Sen IQ'ing baland ekansan-ku, ha? Yo'q. Yo'q, o'g'lay. Yaramas zombicha. O'ldirib qo'ydi. Bu zombi ekan. Kecha ikkalang. Yo'q. Portal dromkasi. Nima Nizorat berarkan. Sen albatta gold block to'g'ri oltin ma yeb qol. Yo'q, chestplate Nizoratda dragonni boshi. Sal tarafga qilib olaman, ana zombicha kelguncha. Ki bo'ldimi? Yo'q. Bir paqir suv va oltin savuz beribdi. Yo'q. Ya, bunisini olmayman. Senisi kerak emas. Effektimiz kerak emas. So'shqoni. Oltin blok kerak bo'ladi, lekin endi shuncha musoda olish niyatim yo'q. Neza portalda tayyor. Barakachga. Bunaqasi bo'lmagan. O'yin qildim, ishonmadi, meni cho'ng'oq ekan.
Boshqa yema. Boshqa yem Netherite'dan. Endi tekshirib ko'ramiz. Cho'chqadan tushgan bolta yaxshiroqmi yoki zombidan? Bitta ketmon. Yo'q. Bolta endi ketsak ham bo'laveradi. Kamanim bor, kamanim bor, o'qim bor, hamma narsam bor. Bo'ldi. Shu ketaman. Shu zombilarni o'ldirib qo'y. Bo'ldi. Ertalab shu yerda o'tiraman. Do'stlar, shu qo'shnilar oshab chiqibdi hozir. Arpa do'stlar, biz hozir sizlarga ham arpa muborak do'stlar. Va ertalabgacha shu yerda o'tiraman, kutaman. Do'stlar, menimcha bo'ldi shekilli. Bo'pti. Lekin men ham bir Netherga borib ko'rgim boribdi-da. Yo'q. Va hozir mana shu cho'chqani ham borib o'ldirib kelaman. Epinatsiyalarga to'ymaysan ekan yo'qdan. Obsidian. Shuncha obsidian. Yuqib orsam bo'ladi. Mayli. Kichkinagina qilib portalcha quramiz o'zimiz urinimizda. Buni nima bilan yoqmoqchiman men hozir? Yoqishga narsam bo'lganda, mayli Netherga ham borib kelardim. Endi esa premo endga qarab yo'lga tushamiz. Mana buni qarang. Har kuni ham Minecraftda bunaqasini ko'ravermaysizlar do'stlar. Bitta sartrofga qo'valay. Necha uron beradi bu? 7. Sensichi? 7. Menimcha bunda sehrlar deyish ko'proq ham yangi ekan. Leopolda kerak emas. Netherite bor, menda olmas kerak emas. Shu olma tursin. Obsidian bunchasi kerak emas. Yo'q, mana sandiqqa solib qo'ysam ham bo'ladi hamma narsa. Yo'q. Bitta kerak yo'naslar. Olmos tashagim kelyapti, lekin nari kerak emas. Nima qilsam ekan? Pam. Yapotani bitta kerak yo'q. Bu akseleratorligi faqat jonga tegadi. To'xta, men litr olganim yo'q hali. Shuning uchun birozgina ip nasl olaman. Men tashamoqchiman bunchasiga.
Yo'q, yuksalar. Bo'ldi. Bu yoq bilan ishim yo'q. Ana yo'li ham topildi. Deydi. Machi. O'zim kerak narsa ko'rmayapman. Ma. O. Kerak narsalar. Obsidianim bor ekan, bir stek haligilarni bekat tashlab yuboribman. Birozgina qanaqa bo'lsa ham blok olib turib, qanaqadir keyin ketaman. Endi qarab. Bir patsa unchalik kuchayib ketdimi? Oh, bular kerak. Bomba bilan kaman tushibdi. Siz cho'chkani ham o'ldirib ketaman, bo'ldi. Videoni qisqaroq qilaman. Mana ekan o'sha cho'chkacha. Yaramas. Cho'chkocha. Kamon tushdi, mayli, boriga birga emas. Yana ikkita cho'chqa. Yo'q, cho'chqa. Men ketaman deganimda cho'chqalar ham ko'payib ketyapti. Yaxshi ham o'ldiribman. Wow! Suyuqlangan oltin olma berdi. 9 ta bo'ldi. Cho'chqacha. Bo'ldi. Ham do'stlar, biz rahmatdan nezerga bormasdan turib Endga qarab ketyapmiz hozir va Ender Drakonni pachoq qilamiz hozir. Bu atak qilyaptimi Ender Dragon? Ender Dragon emas, Minecraft.
Nezirga borib daraxt topib kelaman. Ye. Aytaman kimman? Kimmanmi? Qayerdaman? Va sal ochilguncha videoni to'xtatib turaman. Do'stlar, men o'lib qolibman. Endi boshqatdan qilishimga to'g'ri keladi. Nezirga boshqatdan boraman. Ana. Qana Nezirga ketdik-ku. Qani ochil tezroq bo'l. Tezda shu Ender Dragon'ni o'ldirib tashlashim kerak. Shu Ender Dragon'ni tezroq o'ldirib tashlasam, biberga topinglar, menga daraxt kerak. Shunaqa pacho joydan ham spawn bo'lamanmi? Ya'ni faqat mozaik tomon yursa bo'ladi. Normalniy biyom yursa bo'lsa ham mayli edi. Qurib yurishga joy ham yo'q. Qiynalib shuncha narsa qilsang, shunaqa rasvo joydan spawn qilib qo'yadi mikrofon. Atak qilyaptimi bilmayman. Bo'ldi. Do'stlar, xullas shu daraxtni kreativda olishga qaror qildim. Kreativda emas, shu gamem yo'q. Givekai Lock yo'q. Lock. Qanaqa bo'lsa ham mana shakaki to'g'ri yozyapman. Yo'q, shuncha yozganimni zombi ichdi. Givekai Akakia to'g'ri yozibman. Plastikcha log ikkita yetadi. Yaramas o'rgimchak. Yep.
Oh, nihoyat ketib oldim do'stlar. Qani men orqamdan kelmaydigan umiddaman. U 3 bola paqirlar kelmasa hozir tutib qo'yaman. O'zimga broni ham qilib olaman. Hozirchalik bitta kirka. Ishton bilan tapichkam yo'q ekan. Bitta ishton, bitta tapichka. Tapichka. Hamma narsam taxt va go. Ender Dragon pachoq bo'lishga tayyorlan. Sen pachoq qilaman. Mazayni qochiraman bala. Ehtiyot bo'laversan. Endi nimaga seni pachoq qilib o'tiribman? Ketaman-da ye. Pachoq Ender Dragon ekan. O'ldirib qo'ydi yaramas pachoq. Do'stlar, bu kristallarni sindirayotgan joyini videoga olsammikin, yo'qmasam olaman. Chunki eng qiyin joyi shu yer. Nima qilishyapti u yerda?
Do'stlar, mendagi xabarlar. Ikkita kristalni sindirganim yozib olmay qolibdi. Shuning uchun xafa bo'lish yo'q. Ush, kuni pachoq bu kristal. Senga. Görüm o şeyin durdurup. Hoş, oldu normal iyimiz de. Paçağı değil, paçak kılamız. Kay yıkılıp öldü. Biraz galatı. Endi Ender Dragon'da o'zini o'ldirishga navbat yetib keldi. Sumqan. Biraz bug bo'libdi. Hozir Ender nima? Bekin o'zi yozib qo'yibdi. Render Dragon. Mana bu yerga ko'rmaganlar bo'lsa ko'rsatib qo'yaman. Mana bu yerning tepasiga. Kristallar qolmadi. Ender Dragon jon to'ldirmabdi demak, qolmagan. Necha marta o'ldim o'zim? Kamida 4 marta o'ldim o. Yerga qarab yuraveraman. Wow. Ovoz judayam sabr. Bombamni yeb qo'yding-a? Ma.
Ko'rganingizdek do'stlar, bu mening qo'limdan keldi. Yorma. O'ldirib tashladim. Ko'ramiz nechinchi daraja bo'larkan. 60-darajaga bora olamizmi yoki yo'q? Ko'rganingizdek tekis yo'lda shuncha narsani bajardim. Bu challenjni ham uddalladim. Do'stlar, kelasi challenge'larni sizlar ham menga berishingiz mumkin. Shuncha kommentariyaga kiringda uni yozib qo'ying. Men albatta o'qiyman. Ve 64-daraja, 65-daraja bo'lamizmi? Hani bu yerda yotganlarni ham olsak, menimcha bo'lamiz. XP. Hamma endermenlar kelaversin yonimga. Ularga urushaman deb turib qochaman. Juda mazza bularni o'qish. Siz play man. Kai. Apple diye. Videomiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Tomosha qilganingiz uchun atishu rahmat va shunday Broniga bitta like bosib qo'ying do'stlar va hammaga xayr.